Assalomu alaykum. Keling, o'sha mashhur bo'lgan jelatinsiz mazasi rahat lukumni eslatadigan qovodan shirinli tayyorlaymiz. Ishimizni qovonni kesib olib, qaynatib olishdan boshlaymiz. Qaynagan qovolarimizni idishga solib, ustidan suv, kraxmal va shakar solamiz. Bitta massa bo'lguncha blenderlab, keyin solgan shakarimiz novot bo'lib qolmasligi uchun 1 choy qoshiq limon suvi olamiz, ketidan sariyog' va vanilin solamiz. Quyilib qolinadi deyilganligi uchun men boshida vodinoy parda qilaman dedim, lekin u yerda naborot quyillashmaganida qaytib skоворodkaga solishga majbur bo'ldim. Yaxshilab quyilashib devordan ajralgandan keyin tabga ko'ra fistashka solib, nomiga yog'langan idishga solamiz. Endi sal suyuqroq bo'lib qoldi, o'zimizdan quyiltirish kerak. Darlicha qotguncha xolodilnikda saqlab olamiz va o'zimizga qulay shakldagi bo'lib olamiz. Ustiga kraxmal sepib, mazza qilib yeyish boshlasak ham bo'ladi. Bu o'rinda bu videomiz challenge boshlanishligini eslatib o'tmoqchiman. Yog'iga xudo xolasa ketma-ket endi sotiladigan narsalarni qanaqa o'z qo'limiz bilan qilishimiz mumkinligini ko'rsatib o'taman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.